Bizning bitta populyarniy programmamiz bor. Ko'pchilik jentrada, bitta bir 95% jentrada bor. Taxometr skachka bo'ladi. Osmona konsert sezon boshlandi. Yo'lki svetoforga to'xtaysizlar, neytralka holatida ham yoki drive holatida ham taxometr skachka bo'lib turadi. Shopir juda ham jig'iga tegadi shu narsa. Mana shu videolarni qo'yganmiz ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube platformasida, Instagram, Telegram, Facebook anaqalarda, ijtimoiy tarmoqlarda qo'yganmiz. Hammada shu muammo. Ko'pchilik joyga borasizlar, programma almashtiradi yoki bo'lmasam zaslonkani yuvib berishadi, svechchalar, yana nimalardir rasxodlar bo'ladi mashinaga. Oxirida itogi hech qanaqa mashinada o'zgarish bo'lmaydi. Mana shu videolarni ko'rib bu jentra ham kelgan, mana bu jentra ham Qashqadaryodan keltirdi. Qaranglar, bularni ikkalovini ham ideal holatga keltirib beramiz. Buning hammasi programma обеспечение noto'g'riligidan kelib chiqadigan narsa. Joy-joyi to'g'rilaymiz hozir. Mashinani ishlatamiz. Kreml tepasidagi soatga o'xshab ishlaydi mashina. Chotki ishlab turadi. Kuzatib borsanglar, bo'lganini ham ko'rsatib beraman tezroq jarayonida. Jentraning tezroq jarayoniga chiqdik. Abduxoliq shogird bilan birga edi. Marg'ilonlik yigit bu. Chotki nastroyka bo'ldi hammasi. Gazovoy nastroykalari ham. Mana shu holatda yurib kelib svetoforga to'xtaganda qo'l nastroyka qilamiz. Taxometr bitta pastga tashlab keyin joyiga chiqadigan holati bor edi. Yoki neytralniy holatlarda, neytralkaga qo'ygan holatda, neytralniyda. Taxometr chiqib tushib o'ynab yuradigan holatda edi. G'ir chiqadi tushadi. Mana shunaqa chotki ishlab turish kerak mashina. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, kommentariy belgilab keting. To'g'ri bizga olib keling. Sizni haydash yurish reaksiyasiga moslashtirib mana shunday qilib beramiz. Pastda raqam qoldirib qo'yaman. Vaqtni belgilab kelib ishlarni inshaalloh bitirib ketsanglar bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Podpisatsiyani ham bosib qo'ying, bizani zo'r videolarni o'tkazib yuboramiz.